erta bahor baquvvat oilalarimizni bittadan ikkitadan ramkasi bilan enani boshqa yashikka olib qo'ysak, yetim qolgan oila g'umbay totib tashlaydi. G'umbaylarni buzib, sutlarini yig'ishtirib, olib, o'zimiz yasagan kasachalarni maxsus ramkalarga yopishtirib, bir tomchimdan shiraq quyib, arining ichiga solib qo'ysak, arilar uni birpasda tozalashib beradi. Asalarni sutiga distirlangan suvdan ozgina qo'shsak suyuladi. Shpritsda bir tomchimdan tomizib chiqamizda 3 kunlik lichinkalarni qo'yib qo'ysak, ular g'umbay qilib tortishib oladi. U g'umbaylarni ozgina arisi, ozgina bolasi bor ramkalarni atvodka qilib nikloslarga bittadan ramka qo'yib chiqamizda, bularga o'sha g'umbaylarni yopishtirib qo'ysak, o'sha kuni ertasiga chiqadi. Chiqqandan keyin ari ozligi uchun oson qabul qiladi arilar enani. 10 kunda urug'ga tushib ketaveradi. Urug'ga tushib qolgandan keyin buni kuchaytirib olish oson. Kuchaytirishning yo'llarini keyingi videoyimda sizlarga aytib beraman.